Xitoyninki bayonotida albatta nihoyatda zaharxandalik bilan shu Xo'shal ajoyib qo'llab bularni chuqur qattiq jazolash kerak deb o'tgan hafta nihoyatda butun jarayonni berdi Xitoyning bayonotini. Nihoyatda xo'shib ketganligi aniq hamda. Am sizcha shunday bir ahvolda ilgirkidek bir shu dunyoda shunday bir ikki Uyg'urning o'limiga hukm qilinganiga ve bu sotninki adil şekilde icra kılınmaganlığı nurgun nüfuzluq teşkilatlar bir yerdə gap qıvatqan, qanunsuz bu devatqan bir ahval aslında bizden ilgirkidek mesela şu İstanbul'un, Türkiye'den, Tayland konsulxanalarına çıkıp qattiq namoyishlar olup degandek bir canlılık var mesela. Dünyada bir qancha teşkilatdan başqa jimmet bo'lib ketishi hech qanday ish olmagandek bu tuyg'unlik bu nimaninki alamati bormi sizce? Bayağı Xitay'ınki meselesiga bir ishga gap ketib o'tib edi. Xitay'ınki bayonotini balki sizlar qo'ygansizlar. Qo'ydik. Bu Xitay'ınki shu bayonotida shuni tushunmoqli bo'ldi. Uyg'urlar Xitay'ınki grajdan emas. Şu. Aniq. Ve shunda bir ish chiqqan vaqtida Xitayning bununla sahip chiqmaganligini, ega bo'lmaganligini ko'rsatdi bu. Ve bu ikisindeki idam berilişi Xitayning Xo'shal qilganligini ko'rsatdi ve shundaqla Xitay ve Tayvan arasındaki maxfiy yollarda bu ikisi qanday kelishib olganligini mi bundan tushunib olg'ili bo'ldi. Shuningga Xitay hokimiyatiga pek ishni ketish pek qiyin bir mesele yani. Yani bo'lmaslik lazım demekçiman. Yani bu Xitayninki hozirgi bu hokimiyatga işenmeslik lazım. Bu aşını ispat qilgan bo'ldi. Hem de xalqarodagi bu Sharq Turkiston tashkilotlar meselesiga kelsak, hozir men degandek xalqaro vaziyat o'zgardi. Chet eldagi tashkilotlar xalqaroning siyosiy ba'zi asboblarni ishirtish yoki foydalanish bilan davoni ilib boradi. Ama burun ishirtib yurgan asboblar birdan buzulup çugulup xalqlar buni etkaz qildi. Shuningga bu ishlamaydigan bo'ldi. Hozir ko'plab inson haqlari deganni so'zlab ayaga bosib bakchiq davlatlar buni tushunib ketmaydi, anglamaydi. Sanki yardım qilib ketmaydi. O'zining davlati bilan bevosita shunday bir manfaat munosabati bo'lmasa, bu ishlarga aralashmaydigan bir nima deymiz? Vahşi bir vaziyet. Bu ayınıp kaldı. Şununla o esvaplarını işitiş kıyım болып kaldı. Bu bir. İkincisi, bu Sharq Turkiston teşkilatlar şu 2022'den keyin asta bu tesir gücü acizledi. Bazı teşkilatlar işlerini qilmaydigan, bazı şahsiyetlerine işini tashlab qilmaydigan bo'lib qoldi. Esas şirket teşkilatlarma içki ceddeki bu cideller ya ki bu özgürlükler bu teşkilatları acizlaştırdı. Yani bir sebep bu iktisat meselesi var. Bu iktisat meselesi bu teşkilatın ki gücünü acizlaştırdığı bir sebep hem de. Burun nurgun teşkilatlar bu yerden bir proje eptirip bir iktisatını kandıraladı, hazır kılamaydıgan bo'lib qoldi. Shuningga bu tashkilotning her sebepten acizleşişi, xalqaro vaziyatning andaq o'zgarishi, bu Taylanddagi bu meselege tazaligi ko'ngil bo'lamidi desam to'g'ri bo'lmaydi. Taza kuchini yetkazamadi. Şu. Aslında başta Taylandda qilib qolgan, lagerda qilib qolganlarni Xitoyga topshirgan vaqtida bu aciz qilib qolganligini ko'rgili bo'ldi tashkilotlarni. Gerçi ular tirishmoqda, onu bunu qilmoqda, ama xalqarodan davlatlar tarafdan keladigan besim pek yo'qdi. Shunga Tayland bunu ko'rdi. Yani manga bir ziyon kelmaydiga, men shu ishni hal qilib o'tay, Xitoyning ochig'ini keltirib yurmaydi deb aşında bir düşünceye geldi de o'ylayman. Yani yig'ib kelgan chog'da
teşkilat aciz, xalqaro vaziyat o'zgardi ve bu ishni to'xtatamidi deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Xayr, ko'pdan ko'p rahmat doktor. Ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun qimmatli ma'lumotlarni berdingiz. Rahmat sizga. Menmi ko'p rahmat aytaman. Sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Amin, amin. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu qarindoshlarimiz ham arada 30 kun bor degan tuqazi 20 kundan az qoldi. İnşallah bu advokatlarıma qaytadan nima sunamiz degandi. Shu 30 kun ichida nima shaklda e'tiroz bildirish masalasi. Yana bu boshqa bir o'zgarish qilishini umid qilamiz va bu jarayonda albatta boshqa norozilik bildirgan tashkilotlarning bir harakat qilishi kerak deb qaraymiz.